Laboga tunuka qoplatyapti, nimalarga e'tibor berish kerak, nimalardan foydalanish kerak, o'shanda chirib ketmaydi. Necha pulli rasxod bo'lyapti? 2026-yil iyul oyiga to'lig'ini Qobuljon do'stimizdan obzor qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib turasizlar. Do'stim, sizga ma'lumotni beramiz. O'zingizlarga. Xo'p, tunikani tagidan mana shunaqangi damplar mahsulotlar. Qarang do'stlar, quruq labo keldi. Boshidan boshlab nimalargacha qilib beriladi, shuni ayting. Narxini ichida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, yangi laboga birinchi o'rinda listni qalinidan qoplash kerak bo'ladi. Xo'p, pol qismi, kabinani orqa qismi va bort qismlariga, polga tunikani tagidan mana shunaqangi mahsulot solinadi. Buni nomi damplan bo'ladi, shunka vazifasini bajaradi. Mana solingda mana. Bu chirimaydimi? Chiritmaydi. Tunikani ham, mashinani ham chiritmaydigan mahsulot bo'ladi. Keyin e'tibor beradigan jihati, kabinani orqasiga mana shunaqangi holatda po'kay qo'yiladi. Shopirni orqasini qizdirib olmasligi uchun. Va mashetga ugonlik qo'yiladi. Yuk tormoz berilganda yuk kelib mashetni bukib tunikani ichiga olib kelib qo'ymasligi uchun mashetga ugonlisi mana yerda po'kaylari bilan bo'ladi. Mana shu qismlariga ham bitta e'tibor beringda mana. Mana shu qismi o'zi pustoy bo'ladi, orasini po'kay bilan to'ldiriladi. Hozir bu tayyor qilgan holatingiz-a bu yo'qmi? Bitayotgan holati. Endi mana pol qismini qo'yib ko'rsatamiz. Shohid bola olingda. Mana buni qalinligi 1.8 mmlik bo'ladi. Hozirgi paytda eng qalin materialimiz shu bo'ladi. Koreyskilar bilan birga bir ishlangan bo'ladi. Zavodskoylar keladi-ku, koreyskilar. Qalinligi o'shalar bilan bir xilda 1.8 lik bo'ladi. Endi e'tibor beradigan jihati, buni svirloda teshib turib, samareza va zakilovkada qilinadigan bo'ladi. Ya'ni qo'yib yubormaydi. Qo'yib yubormaydi. Bizda qo'shimcha narsalardan akkumulyatorga sondiqchalarimiz bor. Mana bitta ko'rsatingda. Kraskalari ham labodi kraskasi bilan birga bir ishlangan bo'ladi. Buni vazifasi nima endi bu? Nima uchun? Buni vazifasi akkumulyator qismi bilsangiz, labodi juda ochiq joyda turadi. Qo'yib ko'rsatingda. Bitta atverka bilan akkumulyatorda o'g'irlab ketib qolishi mumkin-da. Endi hozirgi paytda do'stdan dushman ko'p. Bitta ko'ringda mana shu oraga shuna holatda tushadi bu. O'zini detaliga qiladigan joyi bor. Detaliga o'xshab qolar ekan. O'zini detaliga o'xshab birga bir bo'ladi. Akkumulyatorni to'sadi. Mana shu qismi quticha bo'ladi. Arg'amchi, agrushitel, aptichka, dam kiratish uchun quti bo'ladi. Hamma yo'lni ichiga olaveradi. Bo'laveradi. Endi bundan tashqari orqaga metan propan qilinadigan bo'lsa, himoya qilishlik uchun mana shunaqangi dugalarimiz bo'ladi. Dugalarni qaysi qismga o'rnaydi? Orqa qismiga, pastiga o'rnaydi mana. Mana shu yerga o'rnaydi bu. Mana shunaqangi holatda o'rnatiladi. Eski dugasini olib tashlab, buni qo'yiladi. Buni qo'yilishidan maqsad propan metan qilinsa, mana shu orqa qismiga qo'yilyapti. Birorta mashina xudo saqlasin orqadan yetib oladigan bo'lsa, mana shu narsa saqlab qoladi ancha. Foydasi bor. Foydasi bor. Sifat ham kirar ekan, chiroyli. Sifat ham kiradi, ham mustahkam bo'ladi. Keyin orqaga yurilayotganda ham zatniga mashinadan 5 sm chiqib turadi. Birinchi bo'lib bir joyga tegsa, kuzukka bas mashqlayib, mashina birinchi unga tegadi. Keyin bizda yangiliklar bor, Muhammadjon. Yig'ma lesa bilan shug'ullanadigan akalarimiz mana shu videoni ko'rishsa, yig'ma lesani oyog'i mashinlarga tegib, laboyni sindiradi, mana mashinani kraskalarni ko'chirib tashlaydi. Mana tunikasi o'zi manetgacha bo'ladi. Tunikadan keyin qo'yiladigan narsa bu mana setka bo'ladi mana. Bu aynakda himoyasi ekan. Aynakda himoyasi, keyin shu orasiga axlat to'lmaydi. Har tomonlama foydasi bor. Chorvador akalarimiz ham qo'y mol tashiydi. Qo'ylar, mollar mana shu laboylarga tegib ishqalanadi. O'sha orasi xunuk bo'lib ketadi. O'shalar bo'lmasligi uchun mana shu setkadan foydalanadigan bo'lsa, manfaatli bo'ladi. Do'stim, narxini aytib o'tib ketaylik endi. Xo'p, bularimizni narxi setkalarimiz. Qo'y berishingiz chetdan necha pul, dastavka qilib bersangiz necha pul? Bizda qo'y berish xizmatlari bepul. Narxi 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishadigan bo'lsa ham o'sha 200 ming so'm ichida bepul ustanovka qo'yib beramiz. Ustanovkasi bepul. Men o'sha listdan bo'lgan. Listdan 1.8 lik qalin metalldan tayyorlangan bo'ladi. Endi dugani ham narxini aytib o'tib. Dugaga keladigan bo'lsa, dugalarimiz narxi 270 ming so'm. Bu profilmi, nima bu? Profil, 1.5 stenkalik profil bo'ladi. Qalinligi 1.5 lik bo'ladi. Chekkalarida o'zini plastmassalari bo'ladi. Bu yerda osadiganlari bo'ladi. O'zini mana zavodskoy nimasi, dugasi mana shu bo'ladi mana. Buni olib tashab, o'rniga mana. Bundan ancha qarang, baquvvatroq, kattaroq bo'ladi, bagatliroq turadi. Necha pulingiz buni?
270 ming so'm ustanovkasi bilan. Dastavka qilib yuboradigan bo'lsa 240 ming so'mga dastavka qilib beramiz. Yo'lkirasini o'zlaridan qolishi. Yo'lkirasini o'zlaridan bo'ladi. Endi sondiqchamizga keladigan bo'lsak, sondiqchamizni qalinligi 0.9 mm parashkos kraskada bo'ladi. Bitta ochib ko'rsataylik do'stlar. Narxi 300 ming so'm, ustanovkasi bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor, kelishilgan holatda BTS pochta orqali chiqarib beramiz. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Dastavkasidan tashqari. Misol Andijonda Xonoboddan nima tushyapti sizga? 40 ming so'mga boradi. 40 ming so'mga yetib boradi. Vodiy ichida. Vodiy ichida 40 ming so'm. Mana ochilishiga bitta e'tibor bering-da mana. Oqilishlari ham juda oson mana. Mana shu holatda pul kalitli ekanda, mana kaliti ham bor, mana. Paytga xohlagan narsani solmaydi. Puluch, damkrat, уже arg'amchi, mana bu yerda akkumulyatorga zashita. Mana. Qalinligi 0.9 lik parashkos kraska bo'ladi. Bu pechkada qizdirilgan bo'ladi, kashirilgani ko'chib ketadi. Narxi 300 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda ustanovkasi bepul agar o'zimizda qo'ydirishadigan bo'lsa. Endi tunukamizga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Tunukamiz endi hozir bu moshinaga 1.8 mm lik, poli 1.8 lik bo'ladi. Atroflari, bortlari 1.2 lik bo'ladi. Bitish holati narxi 2 million 200 ming so'mga bityapti. Mana shunaqangi o'zini maxsus zakilovkalardan foydalaniladi. 2 million 200 ming so'mga. 2 million 200 ming so'mga tunukamiz o'zi bitadi. Endi 1 million tunukani o'zi qarang, tayi, yoni, po'ka, shopirda orqasi. Kabinani endi qarang, tagini o'zi kerak desa bizga, mana shu tagini o'zi. Tagini o'zidan qilib beraveramiz. O'zini necha pulga qilib beryapsiz? 1 million 350 ming so'mga 1.8 lik eng qalinini. Eng yaxshilisi. Eng qalini. Endi buni 600 ming so'mdan boshlanadi. Pol qismlari 600 ming so'mdan boshlanadi. 0.7 likdan 1.8 likgacha. Eng qimmati 1 million 350 ming, eng arzoni 600 ming so'm. Endi atrofiga keladigan bo'lsa, kimdir poliga rezinka sog'a olaman deydi, atrofini o'ziga qildiraman deydi. Mana shu qismi, mana shu uchala tomoni 700 ming so'mdan boshlanib 1 million 200 ming so'mgacha bo'ladi. 4 xil assortiment tunikalarimiz bo'ladi. Polidan tashqari 700 ming so'mlik, 900 ming so'mlik, 1 millionlik, 1 millionlik, 1 million 100 minglik, 1 million 200 mingliklari bo'ladi. Atrofini o'ziga, polidan tashqari. Poli yaxshi bilanda deysiz, yo atrof. Poliga charim sog'a olaman, men korobka toshiyman xolos, tunika shart emas deydiganlarga 650 ming so'mdan charimlarimiz bor. Charim solib beramiz. Xolasa nalichida tugagan olib kelib qo'yamiz. Tunikani o'zini qalinini 1 million 100 ming so'mga qo'yib beryapmiz. 1 million 100 ming so'mga qilib beriladi. Xo'p. Endi manzilimizni bitta aytib o'tib keting, ko'pchilikda asha muammo bo'lyapti. Manzilni aniqroq tushuntirib ketinglar deyilyapti videolarda. To'liq manzilni ayting. To'liq manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida bo'ladi. O'ramdan kelish bag'i Zarken Kuriydan kelish, o'rtada joylashgan. Andijon Quvadan kelish, Sadda masjidi bor, o'shaning yonida o'tganingizda mana Labo xizmati, bunga olib yo'l bo'yida xizmatdalar. Nomer qoldiramiz ekranda. Bemalol telefon qilib, oldindan telefon qilib kelishsa vaqtni bonuslari, skidkalari bor. Telefon qilib 1-2 oldin ochirib olib kelishsa yaxshi. Endi bir kunda 5 ta 6 tadan labo kelyapti. Hali bir xil vaqtda kelib qolsa kutib olishadi. O'zi 2 soat vaqt ichida bitadi. 2 soatda polni bitadi. Endi do'stlar telefon qilib kelishaveradi. Qarang, oxirgi nimasi xizmat qanday bo'ladi? Necha yilgacha uni olsa? Agar mana shu qalinidan olinadigan bo'lsa 10 yil o'rtacha zo'r xizmat qilib beradi. Ayamasdan ishlatishaveradi. Ayamasdan ishlatishaveradi. Agar mana shu qalinidan olishsa, arzoniga uchib yuqasidan olib berishadigan bo'lsa, labodi kuzupi 0.7 lik bo'ladi. Tezda mana pol qismlariga tiziq tushib ketadi. 0.7 lik yupqa qo'yib beriladigan bo'lsa, arzoniga uchib, arzonlari 1 million 200 minglik tunikalar laboga bo'lmaydi. Bozorga olayotganlarda, bozordan mashina olayotganlar aldanib qolishmasin. Tunikani eng yupqasidan olib chiqiladi, yiltillatib berish uchun. U tunikani ko'taradigan bo'lsangiz, tag qismi chirib ketgan bo'ladi, vanna bo'lgan bo'ladi. Buni atay qildirganga yarasha endi mehnatdagi mashinalar xizmatda chiroyli. Qalinidan yaxshidan olinadi. To'liq mana 2 million 200 ming so'mga tunika oblandi. Aksessuarlar qo'shilsa necha pul bo'ladi? 900 ming so'm qo'shiladi, shu 3 ta aksessuar qo'shiladigan bo'lsa. Общий bo'lsa 3 million 100, 3 million 200 ga bitadi, to'liq, hamma yo'g'i bilan. Hech qanaqa kamchiligi qolmaydi. Bombaga, setka, akkumulyatorga quti, orqa dugalari bilan bo'lsa 3 million 200 ming so'mga eng yaxshi, eng fulli polni bitadi. Shu narsani tunikani arzonidan qilinadigan bo'lsa 2 million 400 ming so'mdan boshlanadi. 3 million 200 ming so'mgacha, to'liq 400 ming so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha to'liq bitaveradi. Pastda nomer qoldiryapmiz, bir qator do'stimga aloqaga chiqib bemalol ma'lumotni olib
zakaz berib kelaverasizlar vaqtga qarab. Komiljon ishlayverib, charchamang. Sog' bo'ling aka.